Cemaatning kuchi. Abdulhakim Aydın Uyg'ur. To'plashib yashash faqat insonlar dunyosida emas, butun jonliqlar orasida mavjud bo'lish va kuchayishning asosi hisoblanadi. Eng ojiz hayvonlarmi birlashgan, to'plashgan vaqtda g'oyat zo'r kuchga aylanib, dushmanlarini yer bilan yakson qilib ta'laydi. Bo'rilar to'pidan tuzilgan birlashma armiya hayvonot dunyosining podshohi hisoblanadigan shir yo'lvoslarni andishiga solsa, bir to'p chumila o'zlaridan necha hassa eg'ir yemakliklarni ko'tarib, birlikning kuchi haqida insonlarga ta'lim berib kelmoqda. Amaliyotda jamoatlashish insonlar jamiyati paydo bo'lgandan tortib, ta hozirgacha o'xshamagan shakl va holatlarda taraqqiy qilib kelgan. Eng dastlabda jamoat va qabilalar borliqqa kelib kuchaygan bo'lsa, keyingi davrlarda bagliklar, podshohliklar, sultonliklar, imperiya va xalifaliklar shakllanib, insoniyat madaniy meroslarga nihoyat zo'r tuhfalarni qo'shgan. Yakka holda 100 yildami amalga oshmaydigan ishlar jamoat va davlatlarning qo'lida nihoyat osonla ro'yobga chiqqan. Tarixni tekshirib boqadigan bo'lsak, uyushish va jamoatlashish har bir davlat yoki millatning qudrat tepishi yoki xarobiylikqa yuzlanishida asosiy o'q bo'lganligini ko'ra olamiz. Birlashalgan millatlar garchi botil aqida egisi va yoki zolim bo'lsa-mu, dunyolik g'albiga erishdi. Ittifoqlik halqasini tutolmagan millatlar bo'lsa, xuddi bugungi islom dunyosiga o'xshash, garchi eng buyuk ne'mat sohibi bo'lsa-mu, kundan kunga ojizlab ketdi va o'zlaridagi ojizlik tufayli muqaddas islomning yuziga xorliq va kulfat kullarini chachmoqda. Demak, bu yerda g'alba va mag'lubiyatga bevosita aloqador bo'layotgan ittifoqlikdan iborat bir kuch o'z rolini joriy qildirgan va millatlarning kelgusiga alohida ta'sir ko'rsatgan. Biz bu maqolada ittifoqlashish va tashkillanishning inson hayotiga qanchalik ta'sir ko'rsatganligi va uning ijobiy kuchi haqida qisqacha to'xtalamiz. Tashkillanish insoniy fitrat. Ko'pincha vaqtlarda insonlar tashkillanib yashaydi. Amaliyotda tashkillanish madaniy jamiyatning bir parchasi bo'lmasdan, balki Alloh taolo insonni yaratgan chog'da uning tabiatiga singdirayotgan bir xislat. Chunki Braziliyaning Amazon o'rmonliqlarida va yoki Avstraliya to'proqlarida yashayotgan hech qanday ilm, ma'rifat tarbiyasi ko'rmagan, hayotida madaniyatdan asar bo'lmagan qabilalarning birlikka keltiradigan va tashkillaydigan bir qabila oqsoqili va qabila a'zolari qabul qilayotgan bir tashkiliy tuzilmasi bor. Madaniy jamiyat faqat insonlarning ichida mavjud bo'lgan bu xarakterni ilm, ma'rifatga tayinib, texmo sistemalik va kuchli holatga elib kelgan. Shunga jamoatlashish va tashkillanishdan qochish insoniy fitratga qarshi chiqqanlik deb qarasak oshirayotgan bo'lmaymiz. Tashkiliy qurilmasi qancha mukammal va sistemalik bo'lgan davlatlar shuncha uzun mavjud bo'lib tura oladi. Tashkiliy qurilmasi ojizlagancha shuncha uzun yil davr surgan, to'liq tajribaga ega bo'lsa-mu, munqariz bo'lish va yo'qolishdan qochib qutula olmadi. Qadimda Rim va Fars imperiyalari, yaqinqi zamonda bo'lsa sobiq Sovet ittifoqi va Yugoslaviya ittifoqi buningga misol bo'la oladi. Bugungi kunda tashkillanishdan qochish yoki qasddan qo'rqimsirash mustamlika ostida erkinlikdan mahrum bo'lgan millatlar ko'riladigan psixikalik hodisa bo'lib qoldi. Normal insonlar buni qabul qilyotidi va uningga tayinib dunyoga hukmron bo'layotidi. Tashkillanish davrning taqozosi. Biz bugun 300 yil ilgari insonlar o'ylashga jur'at qila olmaydigan 10 asr burun bu haqda so'z ochganlarni jodugarlik yoki boshqa xurafiy nom bilan jazolaydigan ishlar vujudga chiqqan insoniyat dunyosining oltin davrida yashayapmiz. Dal mushu davrda insoniyat dunyosi tashkiliy va sistemalik o'z maqsadlariga yetayotgan bo'lsa, ma'lum bir guruhning 100 yil burungi andiza yoki sistema bilan yashashni tanlashi to'limi ko'lkilik. Her zaman ve makonga mos keladigan kitobi bo'lgan musulmonga nisbatan texmi shundoq. Chunki islom har davrda eng mukammallik va eng yaxshi jamoatchilik barpo qilishni talab qilib keldi.
Payg'ambar alayhissalom jamoatni lozim tutinglar dedi va bu jamoatning sistemasini islom qimmat qarashlariga uyg'un bo'lish sharti bilan musulmonlarga tashlab berdi. 4 xalifaning o'xshamagan shaklda saylanishi masalaning musulmonlarning ijtihodiga qo'yib berilganligiga dalil bo'la oladi. Bu ta'limotlarni yaxshi tushungan musulmonlar Yevropaning qorong'u chog'larida fan ma'arif va tadqiqot sohalarini taraqqiy qildirgan va dunyoning madaniyat mushukiga aylangan edi. Ayni chog'da Andalus va Bag'dodda ilm tahsil qilgan kishilar mo'tabarlar qatoridan o'rin oladi. Hatto g'arb dunyosidan maxsus musulmon olimlardan ta'lim olish uchun o'quvchilar kelib turadi. Shaxsga bog'langan tijoratlarning o'rnini sistemalik shirkatlar egallagan bugungi davr bizning texmi yaxshi va mustahkam sistema qurib chiqish va uyushish ruhi talab qilmoqda. Ikkinchi, tashkillanish sistemalik hayotning asosi. Ma'lum g'oya yoki nishonga yetish mo'jiza ko'rilmagan va tasoddifilik yuz bermagan ahvol ostida bir mazgil bosh cho'kirishni talab qiladi. Ammo nafsimiz va bugünkidek uchqandek mengayotgan jamiyat bizni to'liq vaqtlarda g'oya va nishonlarimizni yiroqlashtirib qo'yadi va irodalarimiz sustlashib ketadi. Agar bizning nishonimiz mukammal bir tashkiliy tuzilma ostida bo'lsa, balkim nurg'un bo'shliqlarni italishimiz mumkin. Jamoatlashishning yana bir foydasi biz ojizlagan vaqtda kuchaytiradi va bizga ruhiy va jismoniy jihatda umid bag'ishlaydi. Shundaqla dunyo har bir shaxsning o'zida bor bo'lgan iqtidorini joriy qildirishi bilan bugungi holatga yetgan. Bir odam butun dunyoni o'zgartirishga qodir bo'la olmagan va bo'la olmaydi. Ammo ma'lum ideya yoki sistema atrofiga uyushish va o'ziga tushgan mas'uliyatni ado qilish bilan taraqqiy qiladi va gullanadi. 3. Islom va tashkiliy qurilma. Islom tashkiliy qurilmani eng ko'p ta'kidlagan va hech qanday tashkiliy sistemasi yoki kuchi bo'lmagan bir xalqni tajriba va kuch jihatda o'zida necha hassa yuqori bo'lgan Rim va Paris imperiyalariga hukmron qilgan va dunyoga adolat va erkinlik bayrog'ini e'lon qilib, qo'lliq tuzumga xotima berishning dastlabki ullarini qo'ygan birdan-bir din hisoblanadi. Qur'oni Karimda jamoatlashishning ahamiyati, bo'linmaslik, islomda kengash o'tkazish, adolatlik amirlarga itoat qilish qatorliq jamoatlashish va tashkiliy xizmatlarda bo'lmasa bo'lmaydigan asoslar bayon qilingan va keskin ifoda bildirilgan. Payg'ambar alayhissalomga ergashgan sahobalarga qarsaqmi, har vaqt tashkiliy apparatga nihoyat ko'ngil bo'lganligi, garchi o'zining shaxsiy iqtidori kuchli bo'lsa-mu, jamoat manfaati bilan yashaydiganligini ko'ra olamiz. Ular Habashiston va Yasribga qilingan hijratlarda ba'zi munofiqlarga qarshi kurashlar yoki kofirlarga qarshi janglarda bo'lsin, har vaqt tashkiliy harakat qilgan. 2 qatimli hijratda musulmonlar zulmning qattiq bo'lib ketishi yoki diniy ahkomlarni ijro qilishda to'salg'a bo'lishdan bakrak payg'ambar tarafidan bir ta'limot kelishni saqlagan. Hatto jeni xavfga uchrayotgan taqdirdami payg'ambar alayhissalom menga hijrat qilishga ruxsat berilmadi degan. Demak, bu yerda hamma o'z xohishi va ko'z qarashi bilan emas, jamoatning xohishi va ko'z qarashiga yuksak o'rin bergan. Badr urushida musulmonlar son va kuch jihatda ojiz bo'lsa-mu, tashkiliy o'rinlashtirishga amal qilganligi uchun g'alaba qilgan bo'lsa, Uhud urushida tashkiliy tuzilmaga xiloflik qilganlik sababidan mag'lubiyatga uchragan. Bundaq misollar islom tarixida nihoyat ochiq. 4. Muhojiratda tashkillanish. Yuqorida biz dunyo tarixi va islom tarixidan jamoatlashish va tashkillanishning bir qancha ijobiy ta'sirini ommabop so'zlab o'tdik. Endi muhojiratga Uyg'urlarga qarab boqaylik. Biz Xitoy rejimi ostida uzun mazgil yashagandan keyin vatandan sistemasiz holda har kim o'zi xohlagan va o'zi tanlagan davlatga hijrat qilib chiqdi. Minglagan o'g'il qizlarimiz sistemalik suiqasd natijasida xalqaro terrorizmning qurboniga aylanib ketgan bo'lsa, yana nurg'un yoshlar qarg'ulacha Yevropa qizg'inligiga o'zini otdi. Amaliyotda ularni tashkillayotgan bir sistema yoki jamoat yo'q edi. Shundaqla hech kim jamoat shaklida bu masala ustida tadqiqot elib bormadi va millatning kelgusiga aloqador mushundaq cho'ng bir masalami har kimning xolishi va tanlashiga tashlab qo'yildi.
bularni saqlab qilishga uringan tashkilot yoki shaxslar qaloqliq va yiroqni ko'rolmaslik bilan ayblandi. Mavjud tashkilot va jamoatlar texmi ilg'or yangi qon va yangi avangardlar bo'lmaganlik sababidan kundan kunga holsizlanib, texmi ko'p tanqidga uchramoqda. Biz nima uchun ijtimoiy hodisalarimizdan biri bo'lgan mushundaq bir masala ustida jamoat fikri hosil qilib, Uyg'ur millatining kelgusini qurishga urinib boqmaymiz? Har kim o'zi tanlagan yo'lda yashayveramdi yoki millati va dini uchun yashaydigan bir yo'lga boshlanamdi? Birlashish va ittifoqlashish shuarlari havoda pulanglab turaveramdi yoki buning dastlabki qadamlari elinishi kerakmi? Balkim jamoatlashish, din va millatga tuhfa qo'shimiz degan jumlaning muqaddimasi bo'lsa kerak. Tashkiliy holda tarbiyalanmagan shaxslar qandoqmi keyincha tashkiliy xizmat elib bora olsin. Jamoat tushunchasining ojiz bo'lganlik sababidan bugünkidek har tarafdan ulanayotgan chog'dimi o'zimizning kichik ixtiloflari va masalalari bilan mashg'ul bo'layotimiz. O'ziga ishongan yoshlar shuni aniq bilish kerakki, biz har qancha iqtidorli bo'lsakmi, millatimiz yanada qaloq va mazlum bo'lsa, biz har qancha yuksak maqomlarga erishsakmi, millatimiz va jamoatlarimizga xizmat qila olmagan bo'lsak, ular bilan bir safda bo'la olmagan bo'lsak, qozongan utuqlarimiz hech qachon bizga yangi kimlik ato qila olmaydi. Biz yanala mushu jamoatning va mushu millatning a'zosi. Shuning uchun millati bilan faxrlanadigan, muqaddas islomi bilan izzat talab qiladigan shaxslar jamoat va uyushning kuchiga sal qaramaslikka, ko'rilgan nuqson va fojialarni amaliy hal qilish uchun bir kishilik kuch chiqarish kerak. Bugun biz baholag'uvchilarga emas, tuhfa qo'shquchilarga, hukm qilg'uvchilarga emas, balki samimiylik bilan yaxshilik chaqirg'uvchilarga, amaliy harakati bilan xizmat qilg'uvchilarga muhtoj. 22 fevral 2021 yili, İstanbul.